B sinfda o'quvchilar haqida mantiqiy masala. B sinfda o'quvchilar mantiqiy masala. Navro'z bayramida bir nechta B sinf o'quvchilari qirga lola tergan chiqishibdi. Lolalar terib bo'lib qaytgandan keyin hisoblashsa, agar Adham tergan lolalarini yarmini Murodga bersa, hammani lolalari teng bo'lib qolar ekan. Adhamniki ham qolgan hammaniki lolalarning soni teng bo'lib qolar ekan. Agar Adham tergan lolalarning hammasini Boburga bersa, Boburning qo'lidagi lolalar soni qolgan barcha bolalarning qo'lidagi lolalar soniga teng bo'lib qolar ekan. Savol: jami nechta bola qirga borgan? Variantda kelishi mumkin. Murod masalan lola termagan, nima qilgan? Qizlar ketidan borgandir. Hayol surgandir borib. Aytib bo'lmaydi, lekin